Assalomu alaykum. Bu video juda ham muhim, chunki aynan ushbu videoda forex va fond bozoridagi investitsiya bir-birini nima bog'lab turadi va bir-biridan farqini aytib beraman. Forex ham birja, foreign exchange, ya'ni moliyani, pullarni almashtirish mumkin bo'lgan katta bir bozor. U yerda dollar, yevro, yuan, yen, hamma pullar ayirboshlandi. Nima uchun qilingan bu forex bozor? Amerikadagi katta bank kelishuv ostida Yaponiyadagi katta bankka qanaqadir ham pul o'tkazadi. Va shuni yenada o'tkazish kerak, dollarda emas. Shuning uchun u yerda forex exchange nima bo'ladi? Almashadi. Dollar solinadi, yen bo'ladi va yen chiqib ketadi. Bu yerda bu muhim bir narsa bor. Biz umuman olganda jismoniy shaxslar narxlarni ko'tarib pasayib ketmaslik uchun kerakmiz. Va u yerda biz rostakasim hech narsa sotib olmaymiz. U yerda siz rostakasimiga dollar olmaysiz yoki yen olmaysiz banklarga o'xshab. U yerda CFD kontraktlar bor. Siz nomingizga hech narsa o'tmaydi. Faqat contract for difference bo'ladi. Ya'ni narxga biz kontrakt qilamiz. Shuning uchun pastga qarab kontrakt qilishimiz mumkin, ya'ni tushadi deb va ko'tariladi deb. Ya'ni pastga tushsa ham foyda qilamiz, tepaga ko'tarilsa ham foyda qilamiz. Agar narxni, kontraktni to'g'ri tuzgan bo'lsak. Investitsiyada esa nima? Investitsiyada siz aksiyalarni sotib olasiz. U sizning nomingizga o'tadi, depozitariy saqlanadi va shu depozitariyda siz nomingizga o'tgani uchun sizga dividendlar ham to'lanadi. Hech qachon bu ikkalasini adashtirmang. Oddiy misol oltinda. Chunki u yerda ham, bu yerda ham oltin bor. Va qayerlarda How USDda oltin sotib olish. Men oltin sotib oldim. Bitta o'quvchimiz Forexdan kelibdi. Men ham oltinga investitsiya qilganman deydi. To'xtab turdim. Qayerda investitsiya qilding? Naqada mana shu broker aytayapman. Mana shu broker orqali investitsiya qildim oltin deydi. Yo'q, sen oltinga investitsiya qilmading. Sen kontrakt, ya'ni CFD kontrakt tuzding oltinga. Bu oltin seni nomingga o'tmadi. Qanaqasiga dedi. Keyin tushuntirdim. Mana hozirga ham tushuntiray. Aksiyada, fond bozorida siz oltin sotib olsangiz, oltin fondlari bor, GLD kabilar. Shu oltin siz nomingizga o'tadi. Jismoniy oltin u bankda saqlanadi va siz nomingizga o'tadi. Qanaqadir unsiyalar. Va shu oltin siz nomingizga o'tganligi uchun siz avvalambor siz komissiya to'laysiz. Yillik u yerda saqlab berayotgani uchun joyiga. Ikkinchidan esa bu oltin narxi pastga qarab ketmaydimi? Sizni hech kim bozordan chiqarib olmaydi. Chunki bu siz nomingizga o'tgan oltin, buni qachon sotsangiz, shunda siz zararga sotsangiz zarar qilasiz, foydaga sotsangiz foyda qilasiz. Lekin sizni, yana bir marta qaytarib o'taman, bozor marjin qilib chiqarib olmaydi. Chunki bu sizning nomingizga o'tgan oltin. Xuddi uy kabi uy sotib olsangiz, uyingizning narxi tushib ketmaydimi urushda yoki nimadir bo'lib ketmaydi force majorda, lekin sizni uydan hech kim chiqarib olmaydi. Bu sizning uyingiz. Aksiyalardan xuddi shunaqa. Ammo Forex'da nima dedim? Qarang, Forex'da dedim, siz How USD ochdingiz. Sizning portfelingizda yangi summangiz bor, $10,000 deylik. $100,000, million ham deylik. Shunga yarasha siz ochdingiz. Oltin sotib oldim deb o'ylaysiz. Oltin siz sotib olgan bo'lsangiz, sizga qarshi yursin. Mayli plecho olmadingiz. O'sha plecholar tufayli marjin qo'llar tezroq yoqiladi va sizni chiqarib oladi degan darsligim bor. U haqida gapiryapmiz hozir. Siz real $100,000 soldingiz va real plechozlarsiz oltin sotib oldim deb o'ylaysiz. Lekin shu minusga qarab yursin. Minusga qarab yurganda nima bo'ladi? Sizni bozor chiqarib oladi. Shu $100,000 shotingiz kuyishi bilan chiqarib oladi sizni bozorda. $100,000 shotingizda yo'q deydi, marjin qo'l yoqiladi va chiqarib oladi. Qani oltin? Kimga borasiz? Kimga aytasiz? Bu oltin meniki edi-ku deb aytmaysiz. To'g'rimi? Chunki siz bozorda narxga stavka qildingiz. CFD kontrakt tuzdingiz. Siz nomingizga hech narsa o'tmadi. Shuning iltimos, shuni farqiga boraylik. Men kelayotgan o'quvchilar Forexdan chiqadi, sliv qildim deydi, men ancha pul quydim deydi, bittasi aytibdi. Yaqinda bo'lgan gap, men onam deydi, kontrakt pulini beruvdi. Kontraktgacha hali bir hafta bor edi. Shu bir hafta kontrakt pulini men bittada ko'paytirib olaman.
zaten oyim ham xursand bo'ladi, kontraktni yopaman, o'zimga ham telefon olib olaman dedim. Hamma pulim kuydi. Oxir oqibat ishonasizmi dedi, o'zim o'ldirmoqchi edim dedi. Suiqasd qilmoqchi edim dedi. Chunki nima deyishni bilmadim oyimga dedi. Mana shunaqa narsalar afsuski Forexda juda ham ko'p uchraydi. Ammo bitta ham investor hali aytmadiki, men investitsiya qildim, uzoq muddatli aksiya sotib oldim, kuyib o'zim o'ldirmoqchi bo'ldim demagan. Tushunamiz. Chunki investitsiya avvalambor siz nomingizga o'tgan, xuddi mana uy sotib olgandek-da. Siz uy sotib olsangiz, pastga tushib ketsa, men bo'ldim, men kuydim demaysiz-ku. Buni narx ko'tarilishini bilasiz yana va qachon xohlasangiz sotasiz, xohlamasangiz sizni hech kim bozordan chiqarib olmaydi. Iltimos, farqiga borsak, investitsiya uzoq muddatlik va menga katta daromad olib kelishini bilsak, to'g'ri halol investitsiya qilaylik. Va faqat aksiyalarga fatvo bor, aksiya yaxshi joiz aksiya sotib olsangiz mumkin degan. U yerdan dividend olish ham mumkin degan. Agarda siz rostakasib investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, siz uchun alohida bir bepul darslik tayyorladim. U yerda qanaqa investitsiya qilish, aksiyalar nima, ulardan qanaqa foyda olish mumkinligi haqida, hattoki yaxshi brokerdan ro'yxatdan o'tish darsligi ham bor. Barchasini bilib olasiz. Havolasini pastda qoldirib, albatta o'tib olinglar va shu darsni ko'rib olinglar. Xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha.